shuni hech qachon unutmang. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorong'u. Sen kallangga qayerdan bunaqa ideyalar kelyapti? Qanaqasiga yorong'u bo'ladi? Yorug' bo'ladi, jinnivoy. Ha, o'sha yorug'da. Menda bitta reja bordi. O'sha 15 kun qorong'i bo'ladi-ku. O'sha 15 kun yorug'dan elektr stansiya qurib turib, quyoshdan nur olib turib kechasi svet yoqsak bo'ladi-ku. Bu sani kallaga kelgan bo'lsa, bu narsa olimlarning kallasiga bir necha ming yil oldin kelgan. Bilaman, lekin rostdan ham to'g'ri aytyapsan. Mayli, sen bilan bunaqa gurung o'tirganimizdan foyda man borib ishlarimni ko'rishim kerak. Ishlaring qayerga qochib ketmaydi-ku, gurung qilib o'tiraveraylik. Sen bilan gurung qilib nima qilaman men? Ishlarim bor, zarur ishlarim bor. Men chaqirtirgan medioniga borishim kerak hali. Men indamaydi senga, chunki sen mehmonga kelgansan-ku bizning qishlog'imizga. To'g'ri aytyapsan. To'xtam, obunachilar bilan salomlashmayapman hali. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha. Va do'stlar, sizlar meni yangi videomda albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish tugmasini bitta bossangiz, sizlar tagidan 6 ta kanal chiqib keladi. Hammasiga bittadan obuna bosib qo'yaveraylik. Jidalar demoqchi bo'ldimmi? Jigarlar, sizlardan hech nima ketmaydi. Bu juda ham oson ish. Har kuni zo'r video ko'rishni orzusanglar, tez kanalga obuna bo'linglar. Tak, bugun men 13-qishloqda 2-kunim. Aytgancha 13-qishloqda o'zi nima o'zgarishlar bo'lgan? Men ancha payt kelmadim, bilasanmi? Bitta qanaqadir shou ochilgan, men uyini oldiga borsang ko'rasan. O'sha shouda qatnashsang, senga sovg'a berishar ekan. Qanaqa sovg'a berishar ekan? Borib qatnashib ko'r, xohlasang keyin bilib olasan. Mayli, undan qanaqa shou ekan bu yerda? Qanaqadir bratan turibdi, ochkili, qanaqadir yonida qutilar, bilmadim. To'xtanglar, bir qiziqib ko'rish kerak baribir. Qanaqa narsa bo'lyapti ekan bu yerda? Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz bizning omadsiz shou emas, omadsiz shou ko'rsatimizga. Qanaqasiga omadsiz shou bo'ladi? Endi meni yutish qiyinroqda, o'shaning uchun omadsiz shouda. Shunali, bu qanaqa o'yin bo'ladi? Qanday o'ynaladi? $1 evaziga bitta qutini ochishingiz mumkin bo'ladi. Ichida nima chiqsa ham o'sha narsa sizniki. Bundan ko'p narsa chiqishi mumkin. Nima narsalar chiqadi o'zi buning ichidan? Mashina chiqishi mumkin, telefon, pul yoki hech narsa chiqmay qolishi ham mumkin, bosh quti bo'lishi ham mumkin. To'g'ri, lekin zo'r o'ylayapsiz. Mayli, men ham qatnashib ko'raman, unda bir stak pul topib olsam agar. Izlashtirib ko'ring, zo'r o'yin, lekin agar omadingiz kelsa mashina yutib olishingiz mumkin. Qanaqa mashina qo'yilgan? Bilmadim, lekin $3 million olganman o'sha mashinani. Nomini esimga yo'q to'g'risi. $3 million? Ha, bo'pti, bilaman. Men borib unda pul topib kelar ekanman qayerdandir 3 stak. Qishloq, qaniysan, senga qanaqadir ish yo'qmi? Men $3 pul kerak edi menga, 1 stak. $1 mayli, unda polizimni sozlab uyimga kiritib qo'ysang, uyimning ichida savdodan pul bor, o'shani olishing mumkin. Mayli, o'zi qaysi uy edi? Sani uying? Orqangdan chap tomondagi uy. Mana uy sendanmi? Ha, mendan, men yoniga kelgandim. Seni ham unutib yuboribman ekan. 97-qishloqda ko'p yashadim. Aytgancha esinglardan, men 97-qishloqqa ko'chib ketgandim. Hali o'zimni fermamda ham ishlarim ko'p. Ya'ni polizimda o'shalarni ham bajarishim kerak. Xo'p, asta-asta bo'ladi hammasi. Birdaniga zo'r ketib bo'lmaydi. Tak, olamiz. Xo'sh. Bu yerda qanaqa turib qoldim? Mozani saqlab qoldim, ko'rdinglarmi devolda. Tak, okey, ochil, tez. Bo'la endi qaytib. Aytgancha yangi yil yaqin, bilasizlarmi? Yangi yilda endi sizlar qanaqa xonalarning bezatganmisizlar yoki qanaqa nishonlamoqchisizlar, o'shani kommentariy yozinglar. Men uchun juda ham qiziq. Nima ish qilmoqchisizlar yangi yil kuni? Ya'ni qanaqa bezatuv ishlari bilan mashg'ul bo'lib, qanaqangi tarzda nishonlamoqchisizlar? Ya'ni misol uchun men yangi yil kuni sizlar uchun video tayyorlamay dam olmoqchiman. O'sha kun ham lekin video chiqadi. Avval olib qo'ygan videomni chiqaraman, lekin sizlar xafa bo'lmanglar. Biz uchun video chiqmas ekan deb. Sizlar uchun doim video chiqarib boraman. Keyin esa yana nima demoqchi edim? Kun davomida faqat va faqat maza qilib yotaman. Hech qanaqa ish qilmayman. Faqat va faqat dam yotaveraman. Keyin uydagilarim keladi. "To'g'ri, nima yotibsan? Mehmon keladi, tez joylarni tayyorla" deydi. Keyin turamiz, ishlaymiz, dasturxonni bezatamiz. Keyin dasturxonniki nimadir yemoqchi bo'lsam, "Tiyinma, mehmon kelsa yeysan" deyishadi. Keyin shu bilan yig'layman, rozlayman. Shu bilan bir kun o'tib ketadi. Yangi yil yo'q, shu bilan o'zi 1 yil kutish kerak. Keyin yangi yilni aytgancha to'xtaylik, ikkita chirigan kartoshka uzoqqa uloqtirib yuboraylik-da. Tak, ko'rdinglarmi, ichiga tushirdim bittada. Dahshat, mergan bo'lib ketganman. Ko'rasizlarmi? Like bosinglar bu uchun. Tak, bo'ldi.
bir stak dollar olishim kerak qayerdandir. O'zimda bir stak emas, 9 tagina dollar bor ekan. Tak hozir borib qo'shnimda nimasini polizini sozlab berganim uchun, ya'ni mana bu hosilni yig'ishtirib berganim uchun menga bir stak dollar bermoqchi. Tak hozir hammasini olamiz. Xo'sh. Yana tak okey. Yaxshi, hammasi cho'tka. Mana emasdi, qo'shnim bu emasdi. Qo'shnim bilmayman hozir kim qayerda yuribdi, o'shaning uchun tak polizini tezroq yig'ishtirib, olib borib uyiga joylashtirib qo'yaman. Menga lekin pullarni tezroq bersa yaxshi bo'lardi. Ana o'yinni o'ynab ko'rmoqchiman, omadsiz shou deganda. Endi balki omadsiz shou bo'lgani bilan omadim kelib qolsa, mashina tushib qolsa, o'sha zo'r bo'lib ketaman-da. Ko'rasizlarmi, nima bo'lyapti bo'ladi. Tak, endi omadsiz shou-da, omadsiz shou. Okey, bo'ldi. Hammasi joyida. Tak, ana endi qo'shnimni topishim kerak. Qo'shnim qayerda? Qo'shnim mana biratan qarab turibdi menga, qachon kelar ekan, qachon qatnashar ekan deb. Mana qo'shnim mana berdi ekan. "Voy qo'shni, men polisingizni yig'ishtirib uyingizga borib qo'ydim. Menga 1 stak dollar bering endi." Kartang bormi? Plastik kartaga tashab beraman. Ha, bor, mana nomerni yozib oling. Ha, tak, mana bo'ldi, tashadim. Ha, bo'ldi, tushdi. Mayli, rahmat brat. Tak, ana endi mana bu yoqqa o'taylik. Bratan kartaga aylantirammikan, ya'ni kartadan tashab bersam o'ynatammikan. Brat, menda plastikda pul bor edi-da, 1 stak dollar. O'shani o'ynasam bo'ladimi? Ha, albatta, plastik kartamga tashab ber. Raqamni ayting. 4 ta 4, 8 ta 6. Tak. Yana 4 ta raqam ayting. 4 ta 0. Ha, bo'ldi. Всё, o'tdi, normalniy hammasi. Ko'ringchi, tekshiringchi. Ha, tushdi. Marhamat, bittasini tanla. Tak. Bunda, shunda meni baxtim bunda. Shundami meni baxtim? Hech narsa yo'q-ku. Demak, omadsiz ekansan. Yana qatnashib ko'rishing mumkin. Obbo, shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi? Ha, mayli, hozir yana bir joydan 1 stak dollar olib kelaman. Boshqa ish yo'qmi sizda? Yo, menimcha mana yonimizdagi qo'shnimizdagi polizni ham yig'ishtirib bersak, menimcha bersak kerak. Mayli, unda qayerdandir topish kerak. Lekin qayerdan topsam ekan? Janob merdan ish so'rash kerak. Janob mer, menga ish kerak edi. Qanaqadir ish yo'qmi? Bilmadim, ish izlab ko'rchi. Mayli. O'shanga ish topishim kerak-da. Tezroq qayerdandir pul ham topishim kerak, ish ham topishim kerak. Yo, pulni o'zi bo'lsa ish kerak emas lekin. Agar pul ham, mashina ham bo'lsa, ikkalasi ham zo'r bo'lardi, ikkitasi bo'lsa ham. Endi men aytganingni o'zing bilyapsanmi? O'zim ham bilmayapman, to'g'risi. Anaqa omadsiz o'yinmi degan o'yinda o'ynayapman. Unda o'ynab o'tirma, pulingni yo'qotasan-ku, jinni. To'g'ri aytasiz, lekin iloj yo'q, endi 1 stak pul berib qo'ydim. O'sha yana 1 stak pul beradigan bo'lsam, agar qaytarib olsam zo'r bo'lardi. Mayli, unda uy tomonidagi shkafning ichida pul bor, o'shani ol mayli. Agar keyin qaytarasan, lekin qara qaytarasan baribir. Aha, mayli. Tak, olamiz. Boshqa yo'qmi sizda? Yana 1 stak kerak-da. Unda kartaga tashab beraman. Karta raqamingni ayt. Mana shu kartaga tashab oling. Bo'ldi, tashadim. Bo'ldi, bratan, dushi rahmat. Tak, ana endi borib o'ynab ko'ramiz. Yani 2 marta o'ynasam bo'lar ekan. Tak, bratan, qarang, kartingizga hozir bitta pul tashab yubordim. Ana endi ochsam bo'ladimi? Ha, bemalol och. Naqd puling ham bormi? Ha, hozir unga ham o'ynayman. Birinchi bu pulga o'ynab olay. Mana shu. Yaxshi narsa chiqmadi-ku. Ha, chiqmaydi-da. Qara, yana omadingni sanab ko'r yana. Bo'ldi, men mana uni sandig'ingizga joylab qo'yaman. Lekin obbo, juda ham nahotki bu marta mana shuni tanlayman. Pizzami? Siz atayin qilyapsizmi, bratan? Yo'q, omading kelmayapti. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. To'xtang, hozir men yana qayerdandir pul topib kelishim kerak. Bratan, kartamga yana 1 stak pul tashab berib turing. Buncha o'ynama, yutqazyapsan. Mayli, yana 1 stak berib turing. Tashadim. To'xta, birdaniga 3 stak tashay, 3 ta o'ynab ko'rasan. Mayli, 3 ta. Yaxshi bo'ldi. Tushdi pul, bratan. Tak, 3 ta. Birdaniga 3 ta ochaylik, qanday tushar ekan. Bratan, 3 ta birdaniga ochaman. Qarang, kartingizga tashab yubordim. Endi ochsam bo'ladimi? Ha, bemalol 3 ta ochishing mumkin. Tak, birinchisiga mana shuni ochaman. Voy, buni avval ochgandim, hisoblanmaydi, to'g'rimi? Ha, avval ochganing hisoblanmaydi. Unda mana uni ocham. Mashina tushdi. Voy, mashina tushdi, ko'ryapsanmi? Voy. Mayli, yana ikkitasi bor, och ularni ham. Tak, yana ikkita qaysini ochsam ekan? Mana shu bittasiga. Telefon menga bitta bor edi, bitta kerak emas, to'g'risi aytsam. Tak, yana bitta ochaman, mana shunisi. Kola? Kola nima kerak menga? To'xta, men telefon bilan kolani qaytarib beraman, evaziga bittani ochay. Mayli, kola bilan fantani yo'q, kola bilan telefonni orqamga qo'y. Orqangizga emas, orqangizdagi yashikka qo'yib qo'yaman, tinchgina. Tak, mana va qoch o'yin qilma berga. Voy, omadsiz o'yin bo'lyapti berga, qoch.
Tak, endi qaysini ochsam, qaysi ochilmaganini ochishim kerak, shundaymi? Ha, shunaqa. Tak, mana buni ochgandim. Mana shu buni ham ochgandim, pizzani, buni ham ochgandim. Tak, qaysi mana bu qolganmidi? Mana bu qolgandi. Mana ko'rdingmi ukam? Ko'rdingmi bu? Nechta yo'qotgan pulimni hammasini qaytarib oldim. Короче, xayr, sog' bo'l. Janob menga pulni qaytarishim kerak. Ya'ni nechta oldim janobdan? Janob 5 taksidan dollar olganmidim. Ha, 5 tak. Qarang, mana pullaringizni joyiga qo'yibman. 1 2 3 4 5 6 yo'q, 5 ta edi. 5 ta mana 5 ta qo'yib qo'ydim. Qanaqasiga qayerdan olding 5 tani? Olmadim keldi. Mashina ham chiqdi, ko'ryapsizmi? Yo, dahshat-ku. Omadingdan o'rgilay. Menga berib tura olmadingda. Yo'q, bera olmayman. Bo'pti, hozir men mashinamni uyimni oldiga etib joylashtiraman. Garaj quraymikan? Garajim o'zi bor, lekin yo'q, garajim bor deymanmi? Qani garaj paraj yo'q. Men mashinani haydab sinab ko'rish kerak. Nissan Black Nissan Z 2023 yil ishlab chiqarilgan mashina ekan, juda ham eski ekan. Mayli, eshiklarni yopaylik. Bagajlarni ochilib yotibdi. Farosati yo'q ekan, yopib qo'ysa bo'lmasmikin, ha? Mayli, yopamiz. O'zimiz farosatlimiz-ku, o'zimiz yopib qo'yaylik shuni. Tak, ana boshida JTL aytgandik-ku, oyning 15i qorong'i, 15i yorong'i deb. O'shanaqa ko'rdinglarmi? Bir omadim kelib, bir omadim ketdi. Yo'q, bir omadim ketib, bir omadim keldi. Men nihoyat mashinani yutib oldim. Endi buni uyimda oldiga borib, dahshat chiroyli mashina ekan. U drift ham qilar ekan, buni qaranglar. Bu mashina bilan endi mazza qilib qishloqda aylanib yuraman. 97-qishlog'imga mana shu mashina bilan borsam bo'lar ekan. Tak, bo'ldi. Men xotirjamman, endi kirib uxlasam bo'ladi. Zo'r narsalar yutib oldim. Qochib turayman, uyimda oldida aylanma ko'p, xo'pmi? Buni o'ldirib qo'yishim mumkin. Yomon odatim bor. Tak, bo'ldi. Endi bu narsalarni bu yerga joylashtirib ketamiz. Ya'ni shu yerda turadi. Endi esa uxlayveraman. Ertaga esa menimcha qaytsam kerak 97-qishlog'imga.